Salom do'stlar, Zero Play kanaliga hoş kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birga Granny bir Legacy'ni ekspert rejimi tog'a jiyanimda qo'shib ichga harakat qilamiz. Mana turibdi, tog'ani ham qo'shdik mana. Xo'p do'stlar, bugungi videomiz vobsiyeti qiziq bo'ladi. Videoni ko'rib boringlar. Xo'p, demak, xo'p tog'a jonimni qo'shdik akalar. Vobshe qo'rqinchli bo'lyapti, lekin boshlab yubordik. Bilasizlar, bu Legacy'ni ekspert rejimda uncha-munchasi qocha olmaydi. Shuning uchun biz bugun uddalashga harakat qilamiz. Xo'sh, video zapisi yaxshi ketyapti. Xo'p, demak akalar, qani boshladik. Sal o'yin qotyapti, mayli. Xo'p, qani eshikni ochamiz. Endi mana bu tomonga suramiz. Qani birashishga eshikni och. Hozir hola kelib qolishi mumkin. Xo'p, buni ham surib yuboramiz. Xo'p, demak mana bu yerdan VPN keyni olamiz. Ketdik akalar. VPN key biz bu o'yinda biz uchun juda ham kerak. Xo'p, demak, tog'am menimcha tashqarida yuribdi. Eshikni ochgandek bo'ldi. Xo'p, VPNni o'qlaymiz. Endi u bir raqam mana bu yerga otdik. Endi xola jonimni kelishini kutishimiz kerak. Xola o'sha kelibdi akalar. Xola vobshe tezda akalar. Xo'p, demak endi xola o'ldi, tog'a jonim ham kelishi kerak. Mana shu yerga mana tog'a keldi akalar. Azartni. Tog'a endi xafa bo'lmaysiz, xola jonimni bo'yni ketdi, beli ketdi. Bilaman siz uncha-muncha gapirib bo'lmaysiz tog'a jonim. Xo'sh, demak akalar, xo'p mana bu yerga kiramiz. Qani qochish korobkalar vobshe yo'qmaydi. Xo'p, buni tashlab turamiz. Xo'p. Voy akalar, tog'a jonimni ko'zasi topdik. Vashshe cho'tki bo'ldi endi akalar. Xo'la bilan tog'ani yosh bola qilib o'ynatamiz endi akalar. Xo'p, mana shu yerga tashlab olaveramizda. Xo'p, mana teddini ham olib qo'yaveraylik akalar. Ammo bog'da vazn ololmay qolsa, teddini ishlagan joyimizga keladi-da ular. Xo'p, endi tog'a jonimni chaqirish kerak. Yo tog'a keldimki, yo quloq og'irlashib qoldimi, hayronman. Xo'p, mana xola turib, ana tog'a jonim ham keldi. Xo'sh, demak, hop buni hozir tashlasak ketib qolmasligini, hozir ketib qolayotgan paytda tashlaymiz ana. Tog'a jonim o'zi suryapti akalar. Qayergadir yomon shoshilyapti shu tog'a jonim. Xo'p, mayli akalar, qani ketdimkin. O yaxshi, xola ketdi. Endi mana bu yerdan sekin tushamiz-da. Mana bu tomonga yuramiz. Qani birachik eshik yop. Hop, bu tomonni ham ochamiz. Ketdik akalar. Endi pastga tushib turib, biz tushadigan teshikdan mana buni ana shu yerga otsak akalar. Hop, xola bilan tog'a karush tashqariga chiqar. Qanday shundaylar? Vobshe cho'tki mana shu yerga tashlaymiz. Hop. Hop, tegdi. Yana bir marta tashlash kerak. Hop, yaxshi. Hop do'stlar, mana shu yerga tashlasalaring, mana shu yerga xola bilan tog'a keladi. Hop, demak qani olamiz buni. Hop, endi kelmayaptimi, bu tekshirish kerak. Tashlab olaverish kerak edi ko'proq. Chunki oxirgi bir tog'a jonimni qulog'i ozgina og'irlab qolgan. Bilasizlar o'zingizlar ham. Hop, mayli bo'ldi, endi bu yoq tomonga surib yuboramiz. Xo'sh, demak akalar, endi bu tomonga tog'a bilan holani chaqirib olish kerak. Hop, mana shu yerga tashlaymiz. 2 marta tashlab qo'yaylik, 3 marta, 4 marta tashlasak, tog'a jonim ham eshitadi va chopib keladi biz tomonga. Xo'sh, demak, endi ikkovini ham mana shu yerda kutib turamiz. Hop, kutib turishdan boshqa ilojimiz yo'q. Lekin akalar, tog'a jonim o'tsal bu yoqqa o'tiramiz. Hop, bu Legacy'ni umuman uncha-munchasi ekspert yutolmaydi. Bilasizlar o'zingizlar. Xo'p do'stlar, bu yerda xohlasa tutilmasdan surishga harakat qilaman. Ancha harakat qilaman. Xo'p, buni oldik. Endi akalar, ana ikki choli kampir uxlatishimiz kerak. Hop, mana bu yerga tashlaymiz. Hop, tog'a jonim, mana tog'a ham keldi. Xola jonimni otdik. Qani xola qochib turing. Tog'a jonimni kelajagidan qo'yib yubordik akalar bitta. Xo'p, endi akalar 2-30 sekundga uxlaganda biz ishlarni hal qilishimiz kerak. Hop, mana bu yerdagi arbet birachishga hozir xola bilan tog'a 30 sekund akalar vaqt emas, sirazi tirilib qoladi. O'sha remap bo'lganda o'sha tirilib bo'lardi. Xo'p, buni tashlab yubordik. Endi bu tomonga suramiz. Hop, buni shadganni olamiz. Chunki tog'a jonimni qo'liga tushsa bizni ko'rganda otib tashlaydi. Hop, mana bu yerda bitta o'q qopti. Xo'sh, demak, hozir xola jonim mana shu pastdan tirilib qolgan bo'lishi ham mumkin-da akalar. Shunga aytib bo'lmaydi. Vobshe ehtiyot bo'lish kerak ulardan. Xo'sh, endi sekin chaqirib olamiz. Mana do'stlar, nima qilamiz? Menimcha sekin tushib borgan yaxshi. Mayli akalar, tavakkal qilmayman. Mana shu yerga tashlayman. Akalar, ko'ryapsizlarmi? Havoda o'ynatishga o'rgandim narsalarni. Xo'sh, demak, endi xola bilan tog'a kelishini kutib turishimiz kerak mana shu yerda. Xolani kelgan ekan-ku.
Hop xola keldi endi akalar. Endi tog'ajonim, kal tog'ajonim qayerda yuribdi ekan akalar? Ha, tog'a ham turibdi. Ha, qo'li ko'rindi akalar. Xo'sh, tog'a ketdi, xola ham izidan ketyapti. Endi ishqilib nima bo'lsa ham akalar ko'rib qolmasin-da. Xola bir kelib qulog'imga tagiga qo'yib qarshilatib yuborsa, yana men irillab qolaveramanmi? Xo'p, yaxshi, buni yopib qo'yamiz. Yo'q, ochiq turaversin chunki hozir hop tashlaymiz olamiz. Qochdik, bu tomonga kelib olamiz. Hop, endi xola bilan tog'a kelishini kutish kerak do'stlar. U mana billa keldi. Yaxshi akalar, men eshikni yopamiz. Chunki deganda akalar, mana shu eshik ham xola bilan tog'ani 1 sekund bo'lsa ham ushlab turadi. Xo'sh, akalar qopqonga tushishimizga sal qoldi. Voy. Tushib qolganimizda tomon biratishga bo'lardi-da akalar. Hop, bular nima bo'lsa ham qo'ymaydi-da. Hop, mana shu yerga tashlab turaylik. Voy akalar, ovoz chiqib ketdi. O'tir. Hop, olishimiz kerak. Qani qochamiz. Qoch, chiq biratishga. Yo'qlar, xolajonim ko'rib qoldi. Qoch biratishga. Ketdi. Pastga tush, o'ta xato. Och. Hop, yaxshi. Ulguramiz. Akalar, xolajonim kelib qo'yaverami deb turdim. Xola ko'rib qoldi akalar. Men men yuragim o'ynaydigan bo'lib qoldi anchadan beri. Xo'sh, demak endi mana bu korobkani ham sekin qilamizmi? Voy akalar, bu ham ovoz chiqarib yubordi-da. Endi xola bilan tog'a keldi. Xola keladi mana shu yerga. Xo'sh, demak endi akalar, bu xola bilan tog'ani biz u yoqdan bu yoqqa yugurtirishdan boshqa ish qilmaymiz. Mana shuni tashlaymiz. Hop, yana bir marta tashlaymiz. Hop, korotchi ana shu yerga chalg'itib turib biz uy ichidagi sekin qochishga harakat boshlashimiz kerak. Korotchi do'stlar. Hop, biz birinchi mana bu tekshirib olamiz. Qani. Hop, yaxshi kod bor ekan. Hop, kodni qo'yamiz. Hop, endi atverkani olishimiz kerak. Chotki bo'ldi akalar, atverkani oldik. Hop do'stlar, mana buni ham tushirib ketamiz chunki sal turib simlarni qirqayotganimizda ana shuni ovoziga ham xolajonim kelib olib bizni miyamizni qotirib yuborishi mumkin. Hop, tog'a ketdimkin. Har ehtimolga qarshi men bu ikkovini uy ichiga ham chalg'itib qo'yishim kerak chunki hozir tog'ajonim mana shu yerda yurgan bo'lsa bir solat akalar, shu bilan ko'chaga chiqishi o'zi bir qiyin ish bo'lib qoladi akalar. Hop, sekin men botlarni bo'shatamiz. Qani biratishga. Hop, yaxshi akalar. Hozircha eshikda ikkita narsasidan qutuldik. Xo'sh, demak endi ana vazn olib turib yana ko'chaga tashlaymiz degan. Sekin ishlarni qilishni boshlashimiz kerak akalar. Men havoda ushlab olishni o'rgandim. Ja bo'lmasa remapni impossible tog'a bilan bosib olamizmi? Nima deysizlar do'stlar? Mashinadanmi qaydandir qochaveramiz. Korotchi akalar, sizlar like va obuna bo'laveringlar. Men sizlar uchun addu chotki videolar chiqarishni davom etaman. Va xolajonim mamki qopon sekin chiqamiz. Hop, yaxshi do'stlar. Demak do'stlar, hop. Mana bu yerga kelamiz. Qani ol. Cho'ta eshikni ochdi xola. O'sha eshikni ochyapti xola. Вообще tezdakilar nima qilamiz endi? Hop, men qopqonni yopib ketamiz. Qoch biratishga. Hop, yaxshi. Yaxshi do'stlar, ulgurdik. Men hozir xola ko'rib qolib, men urib yuboradimi deb o'yladim. Hop, demak buni tashlab turamiz. Endi akalar, yana bir marta bu yerga chaqirib olamiz xola bilan tog'anim. Ana biratishga mana shu yerdan yaxshi akalar, tushdi. Endi ikkovi ham keladi-da akalar mana shu ovozga. Biz endi mana bu yerdan bolg'achamizni olishimiz kerak akalar. Mana shu yerdan Grennidan nima chiqishini ham o'sha yoddan bilaman-da do'stlar. Grenni shu yoshligimizdan o'ynaverib qancha narsalar qayerdan chiqishini ham bilib olganmiz. Hop, korotchi hammer olamiz. U akalar endi g'oyat ideya keldi. Buni tashlaymiz. Hop, korotchi hozir holani bir lo'q qilamiz akalar, qarab turinglar. Mana shu yerga tashlaymiz. Bu nima deyotganlarchi Grenni. Hop, Legacy'da yangi narsa qo'shilgan, ya'ni bu muzdan sal boshqacharoq narsa. Agar ana shunga o'zinglar tushib qolsanglar, o'zinglar ham o'lib qolishinglar mumkin do'stlar. Qanday shundaylar? Hop, yana qopqon qo'yibdi xolajonim. Endi bu xola ham qopqon qo'yaveradi, endi shu biratishga tushsin deydi-da akalar. Yo, bo'ldi, urmayman. Dik ovoz eshitilyapti xolaning. Hop, demak mana bu yerga chalg'itib olamiz xolani. Keyin akalar bitta taxtasini olishimiz kerak yoki akalar tavakkal qilmaymiz. Hozir ko'chadan tog'ajonim kirib qolishi mumkin. Shuning uchun yana bir marta tashqariga chaqirib olishimiz kerak. Xo'sh do'stlar, yana videoda ba'zi joylar sal g'alatiroq, ya'ni meni ovozim to'g'ri kelmay qolayotgan bo'lsa, bu videoni men dublyaj qilgan bo'laman do'stlar. Yana aybga buyurib o'tirmanglar. Hop, chopdingizmi? Men umuman hech kimdan birovdan video chopmayman.
o'zim mehnatim mayjama. Xo'sh, yo'g'iga o'rganmaymiz. Qirqadiganni olishga ulgurmas ekanmiz. Ha, mayli do'stlar. Endi yana bir tomonga kelamiz. Xo'sh, demak, menimcha xola bilan tog'ani mana bu tomonga chaqirib olishimiz kerak edi. Ha, do'stlar, mana shu tomonga chaqirib olib, yo'g'igalar bu tomonga chaqiraveramizmi? Nima qilamiz? Xo'p, mana shu yerga tashlaymiz. 2 marta tashlab qo'yamiz, chunki tog'ani qulog'i ozgina og'irroq. Xo'p, shuning uchun video zapis tekshirib ko'ryapman akalar. Chunki deganda shunday cho'tka videoni olmay qo'ygan bo'lsa, вообще yomon bo'ladi. Xo'p, chiqamiz tepaga chiqamiz. Xo'p do'stlar, endi ana shu yerda fuse bor. Fuse solishimiz kerak. Xo'p, buni mana bu yerga tashlaymiz ovoz chiqmaydigan joyga. Короче, endi men remote controlda olamiz. Endi akalar shu necha marta tashlasam ham shu tushmayapti-da. Xo'p, buni yopamiz. Xo'p, o'tirib olamiz. Xo'p, endi ana bu ko'zamizni olishimiz kerak. Endi akalar mana shu yerda ham bir xavfli truk bor. Endi men buni qila olamanmi, yo'qmi bilmadim. Вообще qiyin. Xo'sh, demak, hop buni tashlaymiz. Xola qopqon qo'ydi. Qopqonini ham tashlaymiz. Hop, ikkovi ham keldi. Biz surib keta olmaymizmi akalar? Surib ketish kerak edi. Yo'q, xola bizga qarab turibdi. Hop. Bitta xolani boshqa tomonga qaratish kerak edi do'stlar. Bo'lmasam hozir вообще ishkal bo'ladi. Hop, voy, tog'ajonim ketib qolyapti akalar. Ya akalar, tog'ajonim uyquga yotib oldi. Voy. Endi qachon turadi akalar uyqudan? Qachon turadi? Xola turibdan bu yerda. Mencha qopqon ham qo'ydi. Endi tog'ajonimni turishini kutishimiz kerak edi. Bo'lmasam ishlar вообще dabdala bo'ladi. Endi tog'ani turishini kutishimiz kerak. Yana xola qopqon qo'ydi. Qani tushiramiz qopqonga. Bilasizlar, xolajonim, men qopqonlarni yoqtirmayman, chunki xola bizni tutish uchun qo'yadi akalar. Xo'sh, demak, tog'ajonim ham o'zi keldi. Turib, yugurib keldi akalar. Cho'ta eshitib turgan shekilli. Lekin Granny Legacy'da uxlashini bilmabman, lekin remapda umuman uxlamaydi tog'a. Surib olamizmi? Yo'q do'stlar, meni surib olishga duxim yetmayapti hozir. Umuman, voy akalar, hozir men bitta reja qildim, shu reja o'xshamay qolar ekan shekilda. Xo'p, endi voy akalar, yana xolajonim qopqon qo'ydi-ku. Короче, xola qayerda ovoz chiqarsalaring o'sha yerda yoki yaqin atrofga qopqon qo'yadi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Ya'ni Impossible yo boshqa rejimda ikkovi billa ketyapti. Xo'p, endi biz ana shu xonaga kirib ketishimiz kerak edi. Qani vrachga xola ketmabdi hali. Xo'sh, demak, tog'ajonim kirib ketyapti akalar. Shu kal tog'amga nima bor ekan do'stlar? Ana shu yerdan nospoz chekib kelarmikin? Biz ana shu xonaga kirib ketib qolganimizda вообще cho'tkish bo'lardi. Ana u choli bilan kampir chalg'itib turib keyin ketib yorardik. Xo'p do'stlar, nima ham qilamiz endi? Xo'p do'stlar, endi mana shu yerda o'tirib turamiz. Yana chaqiramiz, boshqa nima ish ham qilardik? Xo'p, u tog'ajonim ana bu tomonga keldi. Cho'ta tog'a yana qarg'a bilan gapirishgan ketyaptimi? Bilmayman. Xo'p, endi ozgina kutish kerak. Do'stlar, o'sha mashitda ancha vaqt oldi. Yaxshi ketyapti-ku u ham. Shu tog'ajonimni qo'li katta ekan bildim men. Xo'p, xola turibdi. Qopqon ham qo'ydi menimcha. Xo'sh, demak, buni tashlaymiz. O'zimiz bu tomonga o'tib olamiz. Endi choli kampir kelsa, hop, shunday tushamiz. Choli kampir, yaxshi ko'rmadi akalar. Voy akalar, ikkitalik qopqon qo'yganman mana bu yerga. Короче, bu sal boshqacharoq bersa Granny Legacy'da. Hop, demak, voy akalar, hozir ishkal bo'ldi. Hozir xolani bu tomonga chalg'itsak, tog'ajonim kelib biz bormasmikin do'stlar? Nima deysiz? Tavakkal qilamizmi? Mayli. Tavakkal qilamiz-da, qani. Nanobatga xolajonim qopqon qo'ymang faqat, yaxshi. Xo'sh, tog'a ketyapti-da hozir. Tog'ajonim ko'rdi akalar, ko'rdi. Yo'q, ko'rmadimi? Endi ko'rib qoldi akalar. Voy, tushmasa men bo'lar ekan. Hop, voy, mana. Yaxshi, men yana ko'zi dumalab ketibdimi debman akalar. Hop, xolajonim ham ko'rib qoldi-ku endi. Hop, mayli endi. Boshga tushganda ko'z ko'rar deb mana shu narsani olishimiz kerak edi do'stlar. Hop, demak, xolam bilan tog'a turibdi. Yana bir marta chalg'itish kerak-da bular akalar, вообще chalg'itsa. Yana ikki tomonga ketyapti do'stlar. Nima qilish kerak bularni? Hop. Keldi, lekin akalar biz riskga surib keta olmaymiz-da. Hozir ko'rib qolsa, eshikni ochmasdan kelib meni qulog'im tagiga qo'yib yoradi.
Hop, voy akalar, yana tog'ajonim qulagan yotib oldim. Hop, mayli akalar, bitta endi turuk bor, o'shani qilib ko'ramiz. Hop, endi nima bo'lsa ham tog'a tirilib qolmasa bo'ldi, hop, mana shuni ag'daramiz. Endi xolajonim keladi mana shu yerga. Kelgandan foydalanib biz hop bir reskiga borib mana bu yerdan tushamiz. Hop, yaxshi akalar, qanaqa ochamiz buni. Hop, men betarini olamiz, betarini ham qo'yamiz. Hop akalar, yaxshi sanoqli narsa qoldi. Sanoqli narsa qoldi endi akalar, master key bilan pedlock key va qirqadiganda qiladigan ishlarimiz qoldi. Hop, yana xolani boyaga turukdan foydalanib chaqiramiz. Hop, mana bu yerga tashlaymiz. Hop, yaxshi. Endi atverkani ham tashlaymiz o'majetga. Nimaga desalaring, xola, lekin impossible shu narsani o'tirmanglar, ishlamaydi, chunki impossible xola o'ta tez ta'sir qilmaydi narsa. Men bir rahmatli ko'rib qoldim, xola eshikni ochmasdan ham o'tib kelgan vaziyatlar bo'ldi do'stlar. Xo'sh, demak, arbaletda olamiz. Xo'p do'stlar, menimcha endi xolajonim tirilib qolgan bo'lsa kerak, yana ham bilmadim. Yo'q akalar, xolajonim kelib qoldi. Xolani otdamiz. Hop, yaxshi, mana bu yerga kiramiz. Kirib-chiqib, voy akalar. Вообще chotki bo'ldi, lekin xolajonim nimaga meni urmadi hozir? Hayron bo'ldim. Hop, botga tashlaymiz. Tog'ajonim shu yerda. Endi xolajonim ham kelishini kutish kerak. Yo tinchitib olamizmi tog'a? Hop, yo'q, ikkovini birla tinchitamiz. Yana ham shu Rema bilan Legacy'da shu tog'ajonimning ko'zasi bor bo'lmasam akalar bilmadim. Hop, yaxshi, qani tog'ajonim. Xolaning birinchi o'ldiramiz, xolajonim otamiz. Tog'ajonim keling. Hop, tog'ani ham shu xolani hassasiyatiga qolsa yomon bo'ladi, lekin hop do'stlar, endi biz turamiz. Hop, sekin tushib ketamiz. Endi akalar, ko'chaga chiqib ketishimiz kerak, reski ko'chaga. Hop do'stlar, qani chiq bratishga, chiq. Hop, yaxshi. Shu ba'zi narsalar yaxshi ishlamaydi mana shu Legacy'da. Hop, endi o'tmani uyga kiramiz. Xo'sh, demak, hop, mana bu yerga mana buni tashlaymiz. Xola bilan tog'ani chalg'itish kerak-da, короче. Chalg'itib turib keyin o'zimiz bilgan ishni qilamiz-da do'stlar. Hop. Chikim yo'qmi? Tog'ajonim mana shu yerda spam o'qib. Endi akalar, menga yana bitta yangi g'oya keldi. Ya'ni nima desalaring, xola bilan tog'ani qamayman. Qamaganimda ancha-muncha ish qilib olaman-da, keyin chotga bo'ladi. Hop, mana shu yerga 3-4 marta, 5-6 marta tashlayverish kerak. Olbrachga, hop, yaxshi. Qani, voy akalar, ulgurdim. Ulgurmay qolamanmi deb o'ylovdim-da akalar. Impossible xolani bilan tog'ani umuman qamab bo'lmaydi. Impossible aytganda imkonsiz degan ma'noni anglatadi. Xo'p, qani buni yopamiz. Bo'ldi. Короче, xola bilan tog'a turaveradi achitda. Hop, короче. Hop, buni tashlab qo'yamiz. Endi biz reskiga borib, hop, qirqadiganda mana simlarni qirqishimiz kerak. Qani bo'lbiratishga, qani u ikkovi ham ketdi 15 sekundga. Xo'sh, qani demak do'stlar, hop, mana buni qirqaymiz. Ketdik akalar pastga. Hop, qani. Oy, qani. Yaxshi do'stlar, ulgurmay qolamanmi deb o'yladim. Hop, demak, yana ikkovini yana tashqariga chaqiramiz. Yo, mana shu yerga chaqirib turaylik hozir. Ikkovi ham shu yerga keladi va tashqariga chiqib tashqariga yana chaqiramiz. Короче, bizga hozir pedlock key kerak, podvalga tushishimiz kerak. Kitobsiz tushamiz akalar podvalga. Podvalga kitobsiz tushamiz. Qanday desalaring, men hozir o'shani ham ko'rsataman sizlarga. Hop, mana ikkovi ham turibdi, yana biz tashqariga chiqib ketdik. Ya'ni u bagda o'rganganman, короче. U bagda men tug'ilmasimdan oldin bilardim. Xo'sh, demak, mana bu yerga tashlaymiz. Qani bu tomonda suramiz. Hozir men sizlarga podvalga hop spider keysiz tushib o'rgataman. Hop, mana bu tomondan bunday yuramiz. Liboy tomondan kelaverasizlar, lekin akalardan o'xshash juda ham qiyin-da do'stlar. Вообще qiyin. Hop, tashqariga chiqdi men ikkovim ham. Hop, lekin o'xshash вообще qiyin-da do'stlar. Hop, biz endi o'q olib qarg'adan master keyni olishimiz kerak do'stlar. Qani olamiz. Hop, yaxshi do'stlar. Master key hop avtomatda oldik. Endi hop, mana xola keldi-da akalar. Xola keldi-da hozir. Chaqirsa tog'ajonim ham kelib olishim kerak shu tomonga, shuning uchun mana bu yerga qo'yib turamiz, ovoz chiqmadi. Hop, sal teparoq qo'yamiz, yana tushib ketib, yana tog'ajonim kelib qolmasa bo'ldi. Xo'sh, demak do'stlar, mana xola ketyapti. Endi biz mana shu yerdan sekin tushamiz. Qani birachishga yaxshi. Hop,
bu tomon yopamiz eshikni. Yop baratishga. Yo'q. Yopmay turamiz hozir. Ya'ni do'stlar biz ana bu nuqtani otamiz. Birinchi xolani Mambutga chaqiraveramiz, hozir otishimiz bilan xola kelib bizni tinchlayorishi mumkin. Xo'p, buni tashlaymiz ikkinchi marta. Xo'p, yaxshi. Endi bu tomonga o'tamiz. Xo'sh, demak, akalar, mana bu yerdan u qizil nuqtani to'g'rilab poylashimiz kerak. Qani, bir aytishga yaxshi. Qochishga biz hozir eski tog'ajonim keladi shu yerga. Yana xolani mana bu yerga chaqiramiz. Xola bu o'yinda xolani lebochasiga alsanglar bo'ladi, lekin tog'ajonimni umuman aldolmaysizlar do'stlar. Vobshe shafqatsiz. Xo'sh, demak, u ana tog'ajonim keldi, ya'ni bizni ko'rib qolmasin. Nima ketishini kutib turib tog'a bilan xolani shunday uxlatib yuborsak, cho'tki ish bo'ladi. Keyin bitta narsa qoladi, u ham bo'lsa master key qiladim. Xo'sh, demak, qani bu tomonga yuramiz. Qani biratishga men to'xtalamiz, qani ketdik. Endi tog'ajonim hozir reski kelib qulog'imga tagiga qo'yib yubormaydimi degan savol bordi do'stlar. Xo'sh. Tog'ajonim yo'q menimcha. Sekin mana bu xona tekshirib olamiz. Yo'q. Xo'p, endi masjidga mana arbaletni miltiqda tashlaymiz. Xo'sh, demak do'stlar, endi xolajonim kelishi kutish kerak. Xola ham azartda kelyapti. Xolajonimni otamiz, u kelish kerak. Ana tog'ajonim, yuguring. U akala tog'a ko'rdi. Ana tog'ajonimni ham otamiz, u bilan. Amalladik, endigilar bitta o'qdan qarg'ani yo'q qilamiz. Xo'p, keyin mana shu qarg'ani yo'q qilgandan keyin bu avtomat bizga umuman kerak emas. Hozircha. Yo akalar, ovolaveramizmi? Nima deysizlar? Yo biz granat pavasimizni olishimiz kerak akalar. Xo'p, qani biratishga buni ol. Ha, mana ekanisi olamiz. Xo'p, yaxshi do'stlar. Xola bilan xola tirilmadi, lekin xola masjidda tirilib qolishi mumkin. Xo'sh, demak, buni o'tiramiz, mana masjidga tashlab turamiz. Agar ovoz chiqib ketsa tomonimizda do'stlar. Xo'sh, demak, buni ham olamiz. Endigilar masjidda mana ikkovini ham chaqirib qo'yish kerak. Xo'p, mana ko'zada chaqiramiz. Qani vrachga kecham. Xo'sh, mana shu yerga kelib o'tirib turish, yon turganimda bosasizlar, mana ko'ryapsizlarmi? Xo'p, mana spam. Lekin akalar, buni o'xshash vobshe qiyin. Ya'ni buni tushunmaganlar bug bo'lib qolishi ham mumkin. Buni noto'g'ri qilsanglar o'yindan chiqib ketib qolasizlar. Xo'p, nima desam bo'ladi? Sizlar spam qo'ratdi, короче. Xo'p, do'stlar, короче, mana shu yerga kelib turaveramiz, kelib cho'tagilar bo'lmayapti-da shu. Xo'sh, qani biratishga nimaga bo'lmayapti akalar endi? Shu oldilari bo'lardi-ku. Biratishga men bu yerga o'tir. Akalar, bu keyin telefon versiyasi uncha o'xshamaydi, lekin kompyuter versiyasida javob bitta o'xshaydi. Chunki kompyuter versiyasida o'tirish bunaqa sekin ishlamaydi. Tez bossangiz, tez bo'ladi. Voy akalar, o'xshamayapti. Ya'ni urinaveramiz, o'xshamaguncha urinamiz. Ana shu podvaldan pedal keyni olib chiqsak bo'ldi akalar, tamom. Bu o'yindan surib olamiz. Xo'sh, cho'ta xola yo'qmikin? Xo'sh, demak, yana urinaveramiz. Cho'ta xola kelib qolmasa bo'ldi-da. Xo'sh, qani biratishga yo'q bo'lmadi do'stlar. Yo'q, akalar, xola kelib qoldi. Voy, akalar, xola kelib qoldi. Agar 2 sekund cho'zilganimda meni urib yuborar ekan. Xo'p, buni qo'yamiz. Xo'p, yana buni tashlaymiz. Akalar, ozgina o'tmayapti. Qani master keyni tashlaymiz endi. Qani biratishga qani. O, yaxshi do'stlar. 2 marta, 3 marta ovozi chiqdi. Endi xola bilan tog'a ana shu tomonda o'ynab turadi. Xo'sh, nimaga o'xshamayapti akalar? Mana bu bug meni doim o'xshaydi-ku. Yoki video zapisni o'chirib turib qo'yarsammikin, nima deysizlar do'stlar? Lekin menda har safar o'xshaydi. Buni o'xshatmaguncha qilaveraman hozir. Xo'sh, demak, qani biratishga bo'l. Hop, yana bir marta cho'tka qilib. Mana akalar o'xshadi. Podvalga special keysiz tushdik. Hop, spider keysiz. Hop, endigilar, boya ko'rganimizda raqam 1 edi. Eslamaysizlarmi bilmadim. Raqam men 1 ko'rganman. Shunday bir rochaga akalar, xudo xolisa suraveramiz bu o'yindan. Chunki bo'ldi akalar, bu o'yinda qiladigan ishimiz qolgani yo'q. Ya'ni nima desalaring, biz hamma narsani to'pladik. Xo'p, mana shuni ichida pedal key bor va pedal keyni shunday olib borib ochib,
master key olib surib ketsak bo'ldi do'stlar. Xo'p, endi ana Angelina Spider endi o'tib ketdi do'stlar. Xo'p, mana shu yerdan tushamiz. Xo'p, tog'ayomkin. Xo'p do'stlar, hozir tushsam tog'ayoq xola mana shu yerda ana o'tda turgan bo'lsa meni tinchitvoradi. Seryozni o'ldirib yuboradi. Xo'sh. Nima kelmayapti endi xola? Xo'p, yaxshi. Ana chiqib ketdi xola. Xola tashqariga chiqib ketdi, ya'ni tepaga, zinadan tepaga chiqib ketdi. Xo'p. Endi biz bundan foydalanishimiz kerak. Qani bol biratishga mana bu tomonga o'tdi. Tog'ajonim mana shu yerda bo'lishi mumkin-da. Xo'p, demak. Mana shu yerda bizning vazirchamiz bordi. Qani. Xo'p, buni ham olamiz. Mana shu yerga chaqiramiz endi ikkovini. Do'stlar, boshqa nima ham qilardik? Xo'p, endi ikkovi hojatxonada seyayotgan bo'lsa ham yugurib mana shu yerga keladi. Chunki biz tog'ajonimning ko'zasi mana shunga axlatini chiqaradi. Ya'ni do'stlar shundilaring. Xo'p, keluvchi qani buni yoramiz. Qani biratishga. Xo'p, yaxshi kelar. Pedlaki, ki. Xo'p do'stlar, buni olamiz, buni tashlaymiz. Xo'p, mana shu yerga yana tashlab qo'ysak. Xolajonim kelib yana o'ladi. Tog'ajonim tashqarida turgan xudo xolisi biz surib yuboramiz. Xo'sh, demak do'stlar, bu yerda ana xolajonim ketdi. Endi tog'ajonimdan tashqariga chiqishini kutishimiz kerak do'stlar. Xo'p, mana. Xo'p, pedlakini ochdik. Xo'p, endikilar master key olsak bo'ldi. Tog'a ham o'ldi akalar. Ana akalar, zo'r bo'ldi. Qani. Va do'stlar, mana Granny Legacy expert modda tog'ajonimni ham qo'shib yutdik. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Bugungi video haqida fikrlaringizni kommentda yozib qoldirishni unutmanglar va keyingi videoda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsin.